Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va obunachilarimiz. Mana navbatdagi kat yo'limiz ham bitdi. Bu kat yo'limiz ham 12 kilovatli bo'lib 120 kvadrat joyga moslashgan. Kat yo'limizni razmerini so'ragan aka-ukalar bo'lyapti. Razmerlarni ham aytib o'tib ketamiz. Yerdan bo'yi 1.10, dimoxod bilan 1.20. Kat yo'limizni yon qismi 75 cm, eshigi bilan 82, ventilyator bilan 1 metrga boradi uzunligi. Kat yo'limizni topkasi, o'tin ko'mir solib zapravka qiladigan joyi. Turba qo'yganmiz. Turbalarda ham suv yuradi. O'sha tepa tomoniga ham, jag'iga ham turba qo'yganmiz. Turbalarda ham suv yuradi. Kat yo'limizni yog'nish prinsipi bir qator cho'g' tushgandan keyin ko'mirni solinadi, to'ldirib qilib, zapravka qilib. Ustun zapravka qilib yoqib ketaverasizlar. Kulini olib tursanglar bo'ldi, pastki eshigidan. Ko'mir tugagandan keyin cho'g'ini olib, ko'mir zapravka qilgandan keyin yana cho'g'ini betiga tashlab, unda yonmaydi. Shu ustun zapravka qilib yoqib ketaverasizlar. Ko'mir cho'g' tugab o'chib qolmasa bo'ldi. Kat yo'limizni eshiklarini ligirovka qilingan, bo'lgaga qilib. Ikki tomoni ham ligirovka bo'ladi. Mabodo azbis yumshab tutab bo'lsa, tutun qo'yib bo'lsa. Bir qator eshik ichiga ham azbis qog'oz qo'yganmiz. 5 cm bazalt qo'yilgan. 5 mm lis qo'yganmiz, o't qaytaradigan. Yopilganda ham vakuum bo'lib yopiladi. Shu ventilyatorimiz talabga qo'yib ketganmiz. Ventilyatorga ключатор qo'yganmiz. Yonganda o'xshi to'rtta yoqib o'chirgani. Termoregulatordan ham o'chirib yoqsanglar bo'ladi. Endi buni shart emas. Shuni alohida yoqib o'chiradigan qilib ключатор qo'yib ketdik. Ventilyatorni yoqamiz. Termostat qo'yganmiz. Termostatimiz 90 gradusga dovir, gradus ucha berib turadi. Mana harorat 15 gradusdan baland bo'lgani uchun o'chib qoldi. Hozir dinga ko'tarsa yonadi mana. 25 gradus, 30 gradusga, 60 gradusga qo'yib qo'ysanglar 60, 75 gradusga qo'yib qo'ysanglar 75 gradusda ucha berib turadi. Suvni issiqligini aniqlab ventilyatorni yoqib o'chirib berib turadi. Xo'sh. Kat yo'limizni tozalaydigan joyi qurum bo'lib qolsa 10 kunda bir, 1 oyda bir, 15 kunda bir. Yoqqan ko'mirlarga bog'liq u. Shu ko'mirlarga qarab tozalab ishlasanglar bo'laveradi. Eshiklarni ham divan o'qiganmiz. Tozalaydiganini ham azbis qog'oz, bazalt qo'yib yopilgan. Bu eshiklari ham shu bolt orqali ligirovka bo'ladi. Mabodo azbis ip yumshab tutab bo'lsa. Ventilyatordan holatda. Kimga shunaqa kat yo'llar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Nom bilan qoldirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.